Xotirjam bo'laylik. Bu dunyodan hech kim tirik chiqib ketmaydi. Xuddiki ketmaydiganday mana shu dunyoga, o'tkinchi dunyoga joylashib olamiz. Vaholanki vaqti kelib tillayu brilliantlarimiz ham qolib ketadi, mashinalarimiz metallomga aylanadi. Ana shu orzu qilgan mebellarimiz vaqti kelib o'tin bo'ladi. Kerak bo'lsa, halovatimizdan kechib qurgan uylarimizda vaqti soati kelib kelinimiz, kuyovlarimiz va ularning qarindoshlari yashashadi. Dunyo matohlari deb bekorga aytilmaydi. Barchasi mana shu dunyoda qolib ketadi. Hammamiz bu yerda ana ketdi, mana ketdiday bir mehmonmiz. Barchamiz albatta bu olamdan ko'z yumamiz. Beshikdan qabrgacha qanday yashab o'tamiz? Mana shu savolni qayta va qayta o'zimizga berib turaylik. Dunyoda bir marta yashaymiz. Yashab olishimiz kerak deydiganlarga aytmoqchimanki, xotirjam yashang. Maqsadingiz halovat bo'lsin. Maqsadingiz yaxshiliklar bo'lsin. Ezgu amallar bo'lsin. Dunyo matohlariga umringizni bag'ishlab bormang deyman xolos.